Üçüncü pokoleniya. Любой mashina. Agar ko'rsatuvringiz ishlamay qolsa, pryamoy qizil bilan ko'k gazda yonadi. Qizil bilan oq pryamoy benzinda yonadi. Qizil постоянный перископ kelgan. Mash. Ular bo'yli Damas'larda ekonom qilish variantlari bor. Masalan, 250 dan 280 gacha yurib bersa bo'ladi. Shahar ichiga. Metan 65 talik bilan. Mana buning ikki xili bor, smesitelli. Teshigi mayda xili bor, ili kattaroq xili bor. O'shan teshigi maydadan qo'yiladi. Mana buni maksimalni yopib turib, takansa. Keyin sekin gazni bosib настройка qilinadi. Главный расход настройка qiladigan mash bo'ladi. Mana bu esa холостой ходni настройка qiladi. Agar sizga kattaroq mashina bo'ladigan bo'lsa, yetkazmay холостой ходda baribir turaversa, mana buni ochsangiz bo'ladi. Qolgan holatlarda bu полный закрытda turadi. Yopiq holatda. Bunga konditsioner ham qo'yilgan. Bu hozirgi holatda 240 dan 260 gacha maksimum yurib beradi shahar ichiga. Birinchi bo'lib havoni taqsimlashi yopiladi. Bir tarafdan kichik joydan havo oladigan qilib qo'yishingiz kerak mana buni. Zajigание suriladi tramblyordan. Ikkinchi taraf. Undan keyin bu yoqqa o'tasiz. Mana shu holat. Hozir bu yoqdan полный havo oladi bu. Bu yoq tarafi yopiq. O'sha tarafini ham probka ozroq qilish kerak. Masalan, полный mana shunaqa joydan havo olmaydi, kichikroq joydan tortadigan qilib qo'yishingiz kerak. Doполнительно uni kichraytirmasdan turib, farsunkani. Mana bu yechiladi. Masalan, bu yoq taraf полный optik hozirgi holatda, bu yoq taraf полный ochiq. Mana shu holatida xuddi mana shu narsa kerak bo'ladi bizga. Kraskani kapog'i teshasiz. Mana shu narsa bo'ladi mana. Bu yoq taraf полный yopib tashaladi. Mana shu yerga qo'yiladi. Bu yoq polni yopiq, bu yoqdan havo oladi endi bu. Liba narigi tarafda olsa ham bo'laveradi. Mana buni bu yoqqa qo'yib, bu yoqni yopib tashlasangiz ham bo'laveradi. Чтобы mapdagi teshik kirayotgan havo sal kichikroq kirishi kerak, уже bo'ldi ekonom bo'ladi bu yog'iga. Cho'tka ekonom bo'ladi.